Hello! Today in this video class we will talk about how to increase speaking skills. Salom do'stlar, biz bugungi video darsligimizda siz bilan gapirish ko'nikmasini qanday qilib rivojlantirish haqida gaplashamiz. Bugungi video darsligimiz inshaalloh pre-intermediate darajasidan boshlab yuqori intermediate, upper intermediate darajasidagi insonlar uchun mos bo'ladi. Biz ingliz tilida bazasi bor, ko'p so'zlarni, zamonlarni biladi, lekin uni ishlatib chiroyli fikr bera olmaydigan, fikr yig'a olmaydigan insonlar uchun chiroyli ajoyib darslik tayyorladik. Speaking strategies. Demak, gapirish strategiyalari. Ko'p hollarda eng oddiy savollarga javob berish qiyinlik qiladi ba'zi bir talabalarimiz uchun. Fikr kelmayapti deb yakunlab qo'ya qoladi. Bizda ko'pgina imtihonlarimiz, deylik IELTSda yoki Sefer multi-level imtihonda yoki juda ko'plab imtihon turlari bor dunyo bo'ylab. Eng oddiy savol berilganda ham 4-5 ta gap bilan fikr ifodalash nazarda tutilgan bo'ladi. Biz bitta gap bilan fikrni yakunlab qo'ya olmaymiz. Bu uchun bizga idea generation, ideya fikrlarni murakkablashtirib rivojlantirish, mana shu strategiyalar kerak bo'ladi. Biz savollarga javob berganda odatda o'zimizning gapirish, mantiqiy gapirish ko'nikmamizni ko'rsatib berishimiz kerak. We should show fluency, we shouldn't stop, we shouldn't think much. It is an easy warm up. Biz u yerda ko'p to'xtab, ko'p o'ylashga vaqtimiz bo'lmaydi. Bu shunchaki oddiy savol-javob bo'ladi. Oddiy, tabiiy ravishda chiroyli fikrlarni oqimini rivojlantirib yetkazib berishimiz kerak bo'ladi. Speaking techniques. Savolga javob berish texnikalari. Agar bizdan savol berilsa, masalan, do you like social media? Do you like ice cream? Eng oddiy savol. Senga social media, ijtimoiy tarmoqlar yoqadimi? Senga muzqaymoq yoqadimi deganda, yes, no bilan tugatib qo'ysak, bu juda ham tor doiradagi gap bo'ladi. Biz uni rivojlantirib fikr bera olishimiz uchun shu texnikalarni ishlatishimiz kerak bo'ladi. First of all, you will answer the question. Birinchi o'rinda savolga javob berasiz. Hami, yo'qmi, yoqadimi, yo'qmi? Savolga javob berasiz. And give reason, support your idea. Sababini keltirib berasiz. Nega yoqadi yoki nega yoqmaydi? Va undan keyin yana ham fikringizni mustahkamlaysiz. Yoqmaydi, nega yoqmaydi? Uni rivojlantirib gapirishingiz kerak bo'ladi. Okay. You give reason and support your idea. After that, when you finish your answer, stop with confidence and just you may smile. Gapirib bo'lganingizdan keyin o'zingizga ishonch bilan to'xtab, shunchaki jilmayib turishingiz kerak bo'ladi. Mana shunda siz chiroyli fikr ifodalab, ingliz tilidagi o'zingizni darajangizni ko'rsata olgan bo'lasiz. Eng ko'p bizda beriladigan savollar do you like bilan boshlanadi. Sizga yoqadimi bilan boshlanadi. For example, do you like social media? Do you like gardens? Do you like walking? Do you like chocolate? Sizga social media yoqadimi? Sizga bog'lar yoqadimi? Sizga piyoda yurish yoqadimi? Sizga shokolad yoqadimi? Kabi savollar. Mana shu oddiy savollarga ham 5-6 ta gap bilan yoki 3-4 ta gap bilan chiroyli fikr yetkazib berish ba'zi bir talabalarimiz uchun qiyinlik qiladi. Bundoq qarasangiz, oddiy savol, oddiy gap. To'g'rimi? First of all, what should we do? We can use synonyms. Biz sinonimlarni ishlatishni o'rganishimiz kerak. Alternative ways of speaking. Masalan, do you like bilan savol berildi, to'g'rimi? Like so'zi bilan javob beravermasdan uning o'rniga boshqa alternativlarni ishlatishni o'rganing. Like so'zi o'rniga I am fond of, I am keen on, I am crazy about, I am addicted to, I am into yoki juda ko'plab boshqa alternativlari bor. Yoki dislike o'rniga, don't like o'rniga I can't stand, I can't bear kabi alternativlarni ishlatishingiz mumkin. Bu ham sizning speaking darajangizni yuqoriligini ko'rsatib beradi. And use connectors. Connectors bular bog'lovchi so'zlar. Biz bir fikr bilan ikkinchi fikrni bir-biriga bog'lab gapirishimiz kerak bo'ladi. Connectors improve fluency. They help logical flow. Bizda fluencyni oshirib beradigan, mantiqiy ketma-ketlikni chiroyli qilib olib chiqib beradigan narsa bu connectorslar hisoblanadi.
Masalan, to give idea, siz biror bir fikrni bermoqchi bo'lsangiz, o'zbek tilida ham mening fikrimcha, menga ko'ra deb gapirasiz. Ingliz tilida ham biror bir fikr berishdan oldin mening fikrimga ko'ra, mening nazarimda deb gapirishingiz mumkin. In my opinion, to my mind, to my view, in my view, I would say, as far as I'm concerned, shu kabi so'zlar bilan boshlashingiz mumkin fikr ifodalashdan oldin. To add ideas, qo'shimcha bir fikr bermoqchisiz. Bir fikrni berdingiz, yana bir boshqa fikrni qo'shimcha ravishda, qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, demoqchi bo'lsangiz, mana bu so'zlarni ishlatishingiz mumkin. On top of that, also, what's more, I would also add that. Shu kabi yana boshqa ko'plab linking wordslar bor. Contrastive ideas. Siz qarama-qarshi fikr bermoqchisiz, ammo biroq kabi so'zlar, boshqa bir tarafdan olib qaraganda degan kabi so'zlar ishlatamiz o'zbek tilida. Bularni ingliz tilidagi variantlarini ishlatishingiz kerak. But, however, that said, mind you, bular hammasi speakingda zo'r qo'l keladigan so'zlar. Eng asosiy narsa, don't think too much. Ko'p o'ylash kerak emas. Eng yomon narsa uzoq pauza qilish. Uzoq pauza qilish va eng ko'p xunuk eshitiladigan narsa deb ko'p aytish. Buning o'rniga well deb keting va miya shu paytda so'zlarni o'zi qidiradi. O'rniga well yoki you know deyishingiz mumkin yoki prosta pauza qilishingiz mumkin. Lekin uzoq pauza bo'lmasligi kerak. Okay. Birinchi savolni beraman. Videoni to'xtatib, o'zingizni javobingizni berishga harakat qiling. Do you like using social media? Answer the question, give reason, support your idea and use connectors. Savolga javob bering, uni sababini keltiring va o'sha bergan sababingizni mustahkamlab fikr bering. Va o'sha qo'shimcha bog'lovchi so'zlarni ham ishlatib chiroyli fikr bering. O'ylaymanki, videoni pauza qilib, siz o'zingizni taxminiy javobingizni gapirishga urinib ko'rdingiz. Endi esa javob variantimizni qarang. Positive answer. Agar sizga social media ishlatish yoqsa, taxminan mana bunday javob berasiz. Of course I do. Because social media platforms allow me to be a part of community. And also, they give me an opportunity to keep in touch with friends. Albatta menga yoqadi. Chunki ijtimoiy tarmoqlar menga jamiyatning bir a'zosi bo'lishimga yordam beradi. Shu narsaga imkoniyat beradi. Va ular menga do'stlarim bilan kontaktda bo'lish, muloqotda bo'lish imkoniyatini ham beradi. Mana shunday qilib, nega, nima sababdan yoqishini sabablari bilan tushuntirib berdik. O'sha strategiyalarga amal qildik. Okay, negative answer. If you don't like using social media, how would you answer? Agar sizga yoqmasa social mediani ishlatish, qanday javob bergan bo'lardingiz? To be honest, I don't have much interest in social media as it can be a major distraction. To'g'risini aytsam, vijdonan aytadigan bo'lsam, meni uncha qiziqishim yo'q social mediaga, ijtimoiy tarmoqlarga, chunki bu chalg'ituvchi narsa hisoblanadi, asosiy chalg'ituvchi narsa hisoblanadi. However, I sometimes use it to keep in touch with friends and I rarely post anything online. Shunga qaramasdan, men ba'zan juda kamdan kam do'stlarim bilan gaplashaman social media orqali va kamdan kam onlayn postlar qo'yib boraman. Biror narsani post joylayman. Shunday qilib, bizda speaking strategy number 1, answer the question, give reason and support your idea. Savolga javob berasiz, sababini tushuntirib berasiz va bu sababni mustahkamlab tushuntirib berasiz. Mana shu eng ajoyib javob berish usuli. Mana shu o'rinda yana bitta narsani aytaman, siz ko'proq grammatik strukturalarni yodlab olsangiz, bu strukturalar har safar sizga fikr ifodalashda yordamga keladi. Masalan, allow someone to do something. Allow someone to do something bu ajoyib struktura, har qanday savolga javob berishingizga eng birinchi bo'lib yordamga keladigan eng zo'r struktura. Biror bir insonga biror bir ish qilishi imkoniyatini beradi. For example, playing chess allows me improve cognitive skills. AdWords or advertisements allow companies to launch their product. Shaxmat o'ynash menga aqliy ko'nikmalarni rivojlantirishga imkoniyat beradi, yordam beradi. Yoki reklamalar kompaniyalarga o'zlarining mahsulotini taqdim qilishga imkoniyat beradi yoki yordam beradi. Aynan mana shu struktura har qanday savolga javob berishingizda zo'r yordamga keladi. Boshqa bir struktura.
give somebody an opportunity to do something. Bu ham ajoyib struktura. Playing chess gives me an opportunity to improve cognitive skills. Advertisements give companies an opportunity to launch their product. Mana shu strukturalarni daftarlaringizga yozib oling va ko'proq ishlatishga harakat qiling. Keyingi strategiyamiz comparison. Comparison bu taqqoslash degani. Siz savollarga taqqoslash orqali ham zo'r javob berishingiz mumkin. Siz o'tmish bilan hozirni taqqoslashingiz mumkin. Taxminiy hozir bilan kelajakni taqqoslab gapirishingiz mumkin yoki yoshi kattalar va yoshlar orasidagi fikrlar, qarashlarni taqqoslab gapirishingiz mumkin. Masalan, mana bu savolga qarang. What is the most popular social media platform? Ko'p hollarda shunday savol beriladi. Sizning mamlakatingizdagi eng mashhur ijtimoiy tarmoq platformalari qaysi deyilgan savol. Endi siz bu yerga taqqoslash orqali zo'r javob berishingiz mumkin. Yosh kattalar uchun mana bu, yoshlar uchun mana bu va sababini tushuntirib o'tasiz. Yoki 10 yil oldin mana bu social media zo'r edi, hozir esa mana bu social media zo'r bo'lib ketdi deb aytishingiz mumkin. Ikkita narsani taqqoslash orqali fikrlarni ifodalab berish bu ajoyib yechim hisoblanadi. For example, well, it depends on the age of individuals. To my mind, most people use Telegram or Facebook in order to chat with friends or relatives. That said, youngsters are crazy about Instagram and Snapchat. Bu insonlarning yoshiga bog'liq deyapmiz. Mening fikrimga ko'ra, ko'pchilik insonlar Telegram, Facebook ishlatishadi. Ular o'zlarining do'stlari va qarindoshlari bilan gaplashish maqsadida. Biroq yoshlar Snapchat va Instagramni mukkasidan ketgan. Mana shu kabi yoshlar va ko'pchilikni taqqoslab, kim uchun qaysi biri kengroq ommaviylashganini taqqoslab gapirish orqali biz fikrlar ifodaladik. Speaking strategy number 3. Storytelling. Bu ham eng ajoyib, eng zo'r usul hisoblanadi. Biz ba'zi bir savol turlarida qanaqadir hikoya aytib berish orqali zo'r javob berishimiz mumkin. Storytelling. Savolga qarang. When did you start using social media? Siz qachon ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni boshlagansiz deb savol berildi. Mana shu joyda biz storytelling qilib o'zimizni boshimizdan o'tgan qandaydir voqeani eslab gapirib berishimiz eng zo'r usul hisoblanadi. Storytelling. Let's look at the sample answer. I gained an access on Instagram when I was 17. My friend shared a link and I was absolutely obsessed with it. I remember I followed my friend and uploaded my first photo on Instagram. Men Instagramga ulanganman 17 yosh bo'lgan paytimda. Mani do'stim link yubordi va menga bu juda ham yoqdi. Men buni ichiga kirib ketdim. Men eslayman, birinchi bo'lib do'stimga podpisatsiya nima endi u? Obunachimi? Obuna. Men eslayman, birinchi bo'lib do'stimga obuna bo'lganimni va birinchi rasmimni qo'yganimni deb aytilyapti. Bu o'sha davrda bo'lib o'tgan voqeani story qilib, hikoya qilib aytib berildi. Demak, biz bugun sizlar bilan savollarga qanday qilib fikrni rivojlantirib gapirish strategiyalarini ko'rib chiqdik. Birinchi strategiya savolga javob berish va uni sababini keltirish va mustahkamlash edi. Ikkinchi strategiya taqqoslash bo'ldi. O'tmish va kelajakni yoki o'tmish va hozirni, yoshlar va qarilarni taqqoslab gapirib fikr bildirishimiz mumkin ekan. Uchinchi strategiya bu storytelling. Hikoya qilib, hikoya tarzida gapirib berishingiz mumkin ekan. Mana shu 3 ta strategiyani o'ziga zo'r tayyorlansangiz ham savollarga chiroyli javob bera olasiz. Agar darsimiz sizga manfaatli bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring, olovchalar, yurakchalarni qoldiring. See you next time. Goodbye.